Mana bunaqangi Suxoy tuman apparati bilan oyiga 15 milliongacha daromad topishni xohlaysizmi? Bu apparatda 6 xil hidi bor ekan. Bundan tashqari ballon qoraytiradigan uskunalar ham bor ekan. Ularda nafaqat katta, balki mini Suxoy tuman apparatlari ham mavjud ekan. Eng asosiysi bu Suxoy tuman allergiya bermas ekan. Batafsil ma'lumot olish uchun xohlasangiz kelib apparat ko'rishlaring mumkin, xohlasangiz quyidagi raqamga telefon qiling, sizlarga to'liq ma'lumotni berishadi. Suxoy tuman apparatidan kelib foydalangan haydovchilar atiga 10 ming so'm ishlatasizlar va o'sha mashhur ham kukuzlardan sizlarga bir donadan bonus qilib beriladi bepulga. Shoshilamiz, atiga 100 ta shopirga beriladi. Ham kukuzlarning ichidan o'g'il bolalar uchun bunaqangi o'yinchoqlar chiqargan. Qizlarnikida bo'lsa bunaqasidan chiqdi. Mazasiga baho beramiz. Nima mazali ekan? Zo'r ekan. Ham kukuzlarning hammasining ichidan shunaqangi o'yinchoqlar chiqadi, mazasi va sifati bo'yicha alohida ajralib turadi. Siz bu kukuruzni yeb ko'rganmisiz? Kommentariyaga yozib keting. Birinchi manzil Tatuni chorrahasidan flagmanga ketaverishda muhayyoda o'ng qo'lda. Ikkinchi manzil Eskivayi yo'li monomarkazining yonida. Bu videoni Farg'onalarga jo'natib tashlaymiz.